Lekin yemin erkinlik. Bosh. Assalomu alaykum. Asakadagi Jem zavodining direktori, mashina zavodining direktori. Biz sizga murojaat qilmoqchimiz. Rossiyada ishlaydigan oddiy xalqmiz. Men mashina olaman deb shuncha yig'aman, mashinangiz ko'tarilib ketadi, ololmayapman. O'tgan yili 2017-yilda 25-may oyigacha sizda oddiy Damas mashinangiz 32.850.000 so'm edi. 25-may oyigacha. Mana 1 yil o'tdi. 1 yil 1 oy o'tdimi? 1 yil o'tdi. 55 millionga boryapti. 1 yilda shuncha ham ko'tarilma mashina. 10 yildan beri Rossiyada ishlaymiz. Mana odamlar mana shu mashinani ko'rsat kamerachi. 10 yildan beri mana shu odamlar sizni mashinangizdan olaman deb shu Rossiyada umri o'tib yurdi. Ro'zg'ordan orttirib shu bir mashina. Biz bechoralar ham bir mashina minaylik endi sizni mashinangizdan. Endi iltimos zavod direktori qimmat mashinangiz. 20 oddiy Damas 25 million. Ben Damas olaman, u kafti va paktiga ololmayman shu ro'zg'orimga. Biz kambag'allarga ham bir mashinani narxidan tushiring. Bu mashinangiz qimmat. Mana Rossiyada dogovoringiz bormi bilmayman. $5,000 Rossiyaning puliga bo'lsa $5,000 $300,000 pul. 300,000 pulga bitta mashinangizni olyapti bular, yangi mashinangizdan. Qozog'istonda ham yangi mashinani arzon narxda olamiz. Nimaga biz $10,000 olamiz? Bizni qaysi pulimizni, qaysi oyligimizni olamiz $10,000? Biz Rossiyada yurganimiz sizni mashinangizdan olaylik deyapmiz. Bir mashina bizlarga ham nasib qilsin, qurib boylar minmasin-da. Bizga o'xshagan oddiy kambag'allar ham minsin, endi shu dunyodan o'tib ketmaylik biz ham. Ota-bobamizni eshak arabasida o'tib yurgandan ko'ra. Kiyimdan ko'ra.